Assalomu alaykum. Ushbu videoda sizlar bilan biz kompyuterga operatsion tizim o'rnatish uchun kerak bo'lgan muhim amallardan biri, ya'ni Windows operatsion tizimini fleshkaga joylab olishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun sizga ikkita narsa kerak bo'ladi. Bular Rufus programmasi va Windows 10 operatsion tizimi yoki istalgan boshqa operatsion tizim nimasi bo'lishligi mumkin. ISO formatidagi fayli kerak bo'ladi. E'tibor bering, bu 5.9 GB hajmga ega, ya'ni taxminan 4 yoki 5 GB atrofida bo'ladi. Endi nima uchun maxsus programma kerak degan savol bo'lsa, Rufus programmasini ishlatishimizdan maqsad, bilamizki, hozirgi kunda kompyuterlarning turlari ko'p. Notebooklar, personalniy kompyuterlar va bundan tashqari turli xildagi parametrga ega bo'lgan kompyuterlar mavjud. Ularni hammasiga ham Windows operatsion tizimini o'zini to'g'ridan-to'g'ri nusxalab ko'chirib qo'ygan taqdirimizda ishlamaydi. Imенно o'sha maqsadi biz Rufus programmasidan foydalangan holda kompyuterni parametriga qarab turib o'rnatishligimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda qiladigan ishimiz bu Rufus programmasini ishga tushiramiz. Rufus programmasi ishga tushgandan so'ng sizda quyidagicha interfeys paydo bo'ladi. Bu interfeysda hozircha hech qanaqa bizda qurilmalar ulanmagan kompyuterimizga. O'shaning uchun bizda hozir ba'zi bir parametrlarimiz, ya'ni funksiyonallarimiz faol emas. Endi bularni faollashtirish uchun biz fleshkani kompyuterga qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, fleshkani qo'yishimiz bilanoq bizga flash xotira degan 8 GB fleshkamizni aniqlab oldi, USB fleshkani. Endi agar sizda boshqa bir fleshkalar mavjud bo'lsa, o'sha imенно operatsion tizim o'rnatish kerak bo'lgan fleshkani tanlashligingiz kerak bo'ladi. Endi birinchi qismi ketdi. Endi ikkinchi qismi esa bizga kerakli bo'lgan mana bu obraz faylni tanlab olishligimiz kerak. Buning uchun Wybrat tugmasini bosamiz. Agar siz angliskiy versiyasini, ya'ni ingliz tilidagi versiyasini olgan bo'lsangiz, taxminan shunaqa ko'rinishdagi so'zlar bo'ladi. Tanlash, choose yoki hokazo. Yoki rus tilisini yuklab olishingizni tavsiya qilaman. Xo'p, ana endi e'tibor bering, o'sha ISO faylimizni topib kelamiz. Moy kompyuter, dokumenty va ISO va tanlaymiz. Endi tanlaganimizdan so'ng bizni ISO formatimizdagi faylimizni sozlamalariga qarab turib bizga qanaqa tizimni uстановка qilish kerakligini tavsiya qilyapti. Ko'p hollatlarda bu to'g'ri bo'ladi, lekin sizga tushuntirib o'tmoqchiman, nima uchun mana bu joyda GPT va nima uchun bu joyda UEFI degan funksiyalar bor. Bu GPT, ya'ni sxema razdela degani, GPT bu bilamizki qattiq diskimiz bo'ladi, ya'ni xotiramiz. O'sha xotiramizni sxemalarga ajratilish turi hisoblanadi GPT. Nima uchun aynan GPT tanlanishiga sabab, hozirgi kundagi so'nggi ishlab chiqarilayotgan kompyuterlarimiz imенно, ya'ni qattiq disklarimiz GPT formati ishlashga moslashtiriladi. Ya'ni tezroq ishlaydi va nisbatan kamchiliklari kamroq bo'lgan sxema hisoblanadi. Agar sizda taxminan 2015-yildan oldingi kompyuterlar bo'ladigan bo'lsa, 90-80% ehtimollik bilan sizda MBR formatiga sxema razdeli o'rnatilgan va o'shanda holatda MBR ga o'tkazilgandan so'ng обязательно siz BIOSni tanlashligingiz kerak bo'ladi. Endi BIOS va UEFI ni farqi nima degan savol bo'lsa sizda, BIOS bu kompyuterimizning platasi bo'ladi. O'sha kompyuterimizning platasini ichiga o'rnatilgan programmamizni turi. Ya'ni BIOS bu eskiroq variant hisoblanadi, UEFI esa yangiroq variantiga o'sha dasturiy ta'minotlarning pokoleniyasi, ya'ni avlodi hisoblanadi. Demak, bularni hozir biz farqlab o'tirmaymiz, lekin asosiy bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu, qachonki sizni qattiq diskingizni sxema razdel sxemasini turi MBR bo'lsa BIOS tanlashligingiz kerak va GPT bo'lsa UEFI tanlashligingiz kerak bo'ladi. Ana endi keyingi qilishligimiz kerak bo'lgan narsa, bu joyga xohlasangiz nom berishingiz mumkin. Masalan, Windows 10 OS, Windows 10 operatsion tizimi va fayloviy sistema degan narsa bor. Bu fayloviy sistema bizni fleshkamizga tegishli hisoblanadi. Ya'ni fleshkamiz formatlash jarayonida NTFS yoki FAT32 degan variantlari ham mavjud. Lekin ko'p holatlarda biz fleshkamizni NTFS formatlaganimiz ma'qul. Bunday holatda nimaga desangiz, chunki NTFS formatlangan fayllar 3 GB dan ko'ra ko'proq ma'lumotlarni, ya'ni bittagina faylning hajmi 3 GB dan ko'proq bo'lsa, o'shanday holatda yuklay olamiz. Bizni esa ko'rib turganingizdek mana bu Windows operatsion tizimimizning fayli 5 GB, даже uning ichidagi qaysidir fayl 3 GB dan ko'proq bo'lgani uchun biz imенно NTFS ni tanlashligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi bizni Rufus programmamiz tayyor, ko'rib turibsizlar, gatov. Endi buni hozir biz startni bosishligimiz kerak, lekin bir narsani yodingizdan chiqarmang. Mana shu joyga jarayonga kelgunga qadar siz fleshkangizni tozalab olishligingiz kerak bo'ladi. Ya'ni ichidagi ma'lumotlaringiz kerak bo'lsa, kompyuteringizga o'tkazib oling yoki bo'lmasam iloji boricha bo'sh qoldirishga harakat qiling. Ya'ni muhim ma'lumotlaringiz qolib ketmasin. Endi keling, hozir siz bilan yana orqaga qaytamiz va Rufus o'sha fleshkadan hech qanaqa programma foydalanilmaydi
qilinmayotganiga ishonch hosil qiling. Sababi Rufus programmasi hozir startni bosganimizdan so'ng format berishga ruxsat so'raydi. Format berayotgan paytida biz o'sha fleshkamizda hech qanaqa fayl foydalanilmayotgan bo'lishligi kerak. Demak, startni bosamiz va OK ni bosamiz. E'tibor bering, barcha fayllaringiz, ya'ni mana shu flash xotira degan 8 GB xotiradan o'chirib yuboriladi deyapti. OK. Demak, ko'rib turganingizdek, ISO formatdagi faylimizni ichidagi fayllarni mana e'tibor bering, har xil arxivda ichidagi ma'lumotlarni olib, uni bizni fleshkamizga joylashni boshladi. Buni qayerdan ko'rishligimiz mumkin? Mana aka. Arxivning ichidan olingan ma'lumotlar shu joyga joylashtirilmoqda. Demak, bu nusxalash jarayoni bir muddat davom etadi. Bu albatta kompyuteringizni tez yoki sekin, ya'ni kuchli yoki kuchsizligiga bog'liq. Bu jarayon tugaguncha siz sabr qilishingiz kerak bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek, bizni загрузка qilish jarayonimiz 32 daqiqa davom etdi. Bunaqa sekin bo'lishligiga sabab menda USB 2 dan foydalanilgan edi. Agar sizda USB 3 versiyasi bo'lsa, unda nisbatan ancha tezroq bo'ladi, taxminan 2-3 baravar tez bo'lishligi mumkin. Demak, omadli tugallangandan so'ng shunchaki zakrit tugmasini bosamiz va yana zakritni bosamiz. Bizni fleshkamiz уже tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, mana Windows OS va yana qo'shimcha mana bunaqa narsasi bo'ladi. Bu narsaga tegmasligingiz kerak. Ya'ni bitta fleshkani ikkita razdelga bo'lib, bittasiga o'sha kerakli muhim bo'lgan boot sektori uchun boot qilib olishlik uchun kerak bo'ladigan ma'lumotlar, mana bu yerda esa boot sektordan keyingi amallar bajarilishi uchun, ya'ni operatsion tizimni o'zi joylashtirilgan qismi hisoblanadi. Ushbu videomizda siz bilan qilishimiz kerak bo'lgan narsa shu edi. Keyingi darsimizda yana bitta videoda biz Windows operatsion tizimini boshqacha o'rnatishlikni, ya'ni Windows operatsion tizimini ISO formatini o'zini tayyorlab olishni ko'rib chiqamiz.